Assalomu alaykum YouTube obunachilarim. Sizlarga ayollarimiz orzu qilgan mahsulotlardan biri vitichka, gaz panel va duxovkalarda obzorini qilib o'taman. Unga da like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bu vitichkamiz. Qarang. Hoppa. Ko'ryapsiz-a? Bunda magnit yo'q. Ba'zi birlarimiz o'ylashingiz mumkin, magnit qo'yib listni ushlab turibdi deb. Bizda unaqa narsa yo'q. Bu vitichkamiz shunaqa quvvat kuchli bo'ladi, 750 kub bo'ladi. O'zini Zifler oilasiga mansub bo'ladi. O'chirib turamiz. Zifler oilasiga mansub bo'ladi. Qo'lingiz ho'l bo'lsa ham, bu vitichkani sensorini bosish shart emas, havoda o'zi boshqarsangiz bo'ladi. Vitichkamiz tugadi. Gazli plitamiz 3 tasi gaz bo'ladi, bittasi plita bo'ladi. Plitasi bemalol ovqatingizni qilib, qaynatishga yetadi. Gazlari esa o'ta chiroyli yonadi. Xo'p, buni o'zini zarjalkasi bo'ladi. Bu gazimiz sizni shirin ovqatlar qilishingizga juda katta yordam beradi. Duxovkamiz farzandli ayollarimiz uchun o'zini ventilyatori bo'ladi. Bu ventilyator nimaga kerak? Listni tepaga, pastga qilib aylantirib berasiz. Bittada o'zi ventilyatorni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi оборот qilib mahsulotlaringizni ishirib, shirin narsalar pishirishingiz mumkin bo'ladi. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Ilhom Techga ulanib, obuna bo'lib qo'ying. Instagram kanalimiz ham bor. Men sizga vitichka yoki gaz panel ikkovini narxini bor yo'g'i $152 qilib beraman. Narxlarni tushirishda davom etaman.